في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallahi va bihamdihi, subhanallahil g'azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Aprel oyida davlatimizda samoizolyatsiya rejimi bo'luv sababli video jurnalimiz chiqmadi, chunki xalq uyda o'tirdi. Bugun biz sizga may oyining video jurnalini taqdim etamiz. O'tkarilgan choralar izgi Ramazon oyina bag'ishlangan. Rahim etib qarag'iz, oldagi bir necha minutda. Jihanda Ramazon oyi. Bolalarga rayon boshlig'i iftari taratildi. Bu rayonunda 8-respublika ko'lam iftar jiyilmalari ulashindi. Sug'ush veteranlarini hurmatlaw. Buva musulmonlari izgi Ramazon oyin aktiv ravishda boshlab jiberdi. Har mahalla o'z tirishlig'ini qo'ydi. Ramazon oyining birinchi kunidan yangi tizilib keluvchi 8-masjid mahallasi Ramazon Kushtanashi ismli aksiyasini boshlab jiberdi. Bu aksiyada har tilovchi qatnasha oldi. Shotqa ko'chgan oqshaga oshamliqlar olindi, ham paketlarga to'tirilib, shaharimizda yashovchi muhtoj oilalarga topshirildi. Hojilar masjidi mahallasi sadaqa egalarine qo'ynar pulov taratib iftar qildirdi. Madrasamiz kollektivi shogirdlari samoizolyatsiyada bo'luv sababli shaharimizning 8 mahalla imomina qurbon itlarini bo'lib berib, oni faqirlarga ulashtirdi. Imomlar qurbon itin vaqlab, ishli bolali oilalarga, yolg'iz abilarga taratdilar. Ikkinchi may kuni bu rayoni boshlig'i Ranis Rafisovich Kamardinov shaxsiy o'zidan iftor tarattirdi. Hojilar masjidi qo'ynar pulovni pishirib, xo'jabikalar yordamida maxsus savutlarga to'tirib, rayon masjid imomlarini topshirdilar. Ular esa iftorni o'z mahallalarına taratdilar. Ranis Rafisovichga shul oilalar ismidan rahmat bildiramiz. Esenlik, sog'lik, ishingizda zo'r o'ngishlar tilab qolamiz. 4-may kuni bu muhtasibati shahar ham avul mahallalarına 8-respublika ko'lam iftarini taratdi. İmamlar iftar vaqtina qadar haligi jiyilmalarni mahallalarında bo'lgan oz kirimli, yetim, muhtoj oilalarga ulashdi. Bu muhtasibati shahar ham avul imomlari bu izgi ishni uyushtirgan Tatariston Respublikasi muftiyatini, o'zlarining ulushlarini kiritgan uyushmalarga, barcha volontyorlarga Alloh rahmatini yetkira. Allah'tan nice rahmetler rica olsun. Amin. Tuttuğun rızası kavgalardan bu sefer edelim. Bizni hürmetlensin, Allah'tan hürmetlesin. Allah biz de rahmet size deyin ki İnsan sağ oluruz, ağırmağız. Ömerli oluruz deyin ki Allah'tan da bizi Allah'tan şu matır Ramazan aylarını koşar Allah'tan nasip etsin. Birge koşar nasip etsin. Ya ilahi, ya ilahi. 8-may kuni Büyük Jing'uning 75 yil o'ng'ayindan masjidga yuruvchi so'g'ish veteranlarini hurmatlab bo'ldi. Maktasibimiz Ilmir Hazrat Hasanov yetakchiligida so'g'ish veteranlari Xayrullin Ilyas Hammalikov Quddus abilarga muftiyimiz Kamil Hazrat Samig'ullinning bo'laklari topshirildi. Mahalla imomlari veteranlarga o'zlarining rahmatlarini, ijli tilaklarini yetkirdilar. Ya ilahi, ya Efirimiz shuning bilan tamom. Studiyada sizning bilan men Liliya Valiyullina bo'ldim. Ig'tiboringiz uchun bek zo'r rahmat. Har qaysimiz Alloh taolaning saqlovunda, yoqlovunda, rahmatida, rizolig'ida bo'lik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli din qardoshlar. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب.
الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء